Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 28-yanvar haftani chorshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Mana yosh bolalarga shu kiyimlar ekanda, kampliklar. Va bularda narxi pachkaga necha pul? 17 ming. 17 ming so'm ekan. Pachkaga donaga ham sotyapsizmi? Donaga sotyapmiz, 2 kilo olishsa. Necha pul donaga? 25 ming. Donaga 25 ming so'm ekan. Necha yoshga tushadi bular? 1 yoshgacha. 1 yoshgacha ekan. Xo'p. Ha, telefon nomerlarini aytamiz. Telefon qilib, albatta ikkita so'ramisizlar ekan. Ko'proq olsalaring so'raysizlar ekan. Ha, yetishyapti-yu. Donaga ham sotamiz, o'zlari chetga kelib olishsa sotaveramiz deyishyapti. Buni qalpoqchasi bori necha pul? 32 ming. 32 ming so'm. Qalpog'i qo'lqopi ham. Qo'lqopchasi ham bor ekan. 32 ming so'm. Pachka narximi, dona narxi? Pachkaga ekan. Donaga necha pul deyapsiz buni? Donaga aka 35 ming. Donaga 35 ming so'm ekan bunilari. Bu necha yoshga? Oyliklarga aka. 6 oylikgacha sig'or. 6 oylik bolachalarga sig'orar ekan. Xo'p. Buningizchi? Bunimiz 1 yoshgacha sig'oradi, 38 ming so'm. Bu troyka 38 ming so'm ekan, 1 yoshgacha sig'ar ekan. Ha, usti sal bunaqa parlanib turibdi, havo sovuqligi uchun. Xo'p. Shunaqa narsalarda xullas ko'p. Va ko'ylakchalaringiz necha chekkadagi? 17 ming. 17 ming so'm ekan chekkadagi ko'ylakchalar. Telefon nomeringiz nechi? 90lik 90lik 305 305 11 51. 1151 ekan telefon nomerlari. Bozor manzili shu Farg'ona viloyati Uchko'brik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab bozor 6 da boshlanadi, kunduzi 11 gacha. Eng arzon tovaringiz necha pul sizda? Pachkadagi narxi 17 ming so'mdan boshlanar ekan. Eng arzon narxi, eng qimmati necha pulgacha? 35 minggacha. 35 ming so'mgacha. 17 mingdan boshlanadi pachka narxi. 35 ming so'mgacha ekan pachka narxi. Shu 17 mingdan 35 ming so'mgacha bo'lgan shu tovarlar ekan, narxi shunaqa ekan. Hop, telefon qilaverasizlar. Nomeringizni aytdikmi? 90lik 305 11 51. Nomerlari 90lik 305 305 11 51. 1151 ga aloqaga chiqaverasizlar.